Aziz vatandoshlarim, aziz tildoshlarim, bu video mani hurmatli Qilich Arsalo ustodimiz janoblari diqqatiga. Ustod, agar shu suhbatingizdan oldin meni yonimda shunday bir siz to'g'ringizda qazoat bor ediki, ofarin bu o'zbek bo'limini ustodlariga Abatullo Yaqub o'g'lidek jasoratli, g'ayur, mardona yigitlar, muassillar, o'quvchilar tarbiya qilibdilarki, bular o'z qadriyatlariga ega, bular o'zini farhangiga sohib chiqadigan va bular ustiga zulm bo'lganda zulmni muqobiliga tamkinu jim turishni tarjih bermay, jasorat bilan zolimni muqobiliga o'z so'zini olib qolmaydi, aytadi deb sizni taqdir qilmoqchi edim. Ammo siz o'ltirib turib Abatulloni yo Yaqub o'g'li aziz ukamizni himoyat qilishni o'rniga, ularni taqdir qilishni o'rniga siz chiqib bu javonni ayblayotibsiz, bu javonni malomat qilayotibsiz va bu javonga og'ir ittihomlar bog'layotibsiz. Kes bilmadim nima qilmoqchi. Bu kes qilarday qaysi bizdaday vazoratmi, vakolatmi, qaysi katta mansabda ishlab joni riskdami? Bunga o'xshagan javollar ro'zona kunlik yuzlarcha Pokiston ketyapti, Eron ketyapti, Turkiya kelyapti, Avrupa ketyapti. Istasa Yaqub o'g'li ham ketib biladi. Unga kes taylamoq va bu narsalarni bu kes taylashiga bu Mulla Nadimni qachon kelar ekan mo'tarini damiga kulo kiyib o'ltiray tushib mani bir shapot ursin, so'raman kesim bo'ladi deb shu mantiqqa durustmi? Va do'midiga shu gapni o'sha qilibdi. Fikr qiling, sizni bitta o'sha Aybatullo sizni bir shundoq Xudoy naxosta to'rttani yoniga haqorat qilsa, to'rttani yoniga sizni izzatingizni, sharafingizni oyoq osti qilsa, siz jim turamidingiz? To'g'riki siz qizil qalpoq kiyasiz, xayr ko'ring, biz uni sevamiz. Vali sizni muqobilingizga qizil qalpoqqa agar bir kichkinagina xiyonat ham qilsa, sizni yana shu quvvatlatgan, sizni keyiningizdan himoyat qiladigan mana shu yigitlar o'sha o'zbek bo'limidagi, turkman bo'limidagi, turkolojidagi o'zingiz tildoshlaringiz, vatandoshlaringiz bo'lar edi. U uchun siz bularni ma'naviy otasi sifatida ustodi, siz o'zingizni avlodingizdan qiyos boring. O'z avlodingiz agar shunday bir holga duchor kelganda yana avlodingizni olib kaltaklaymidingiz yo avlodingizdan difo qilib, o'zingizni o'g'lingizdan difo qilib boshqalarning qarshisiga turamidingiz? Bunday kunda men buni qaysi bir esosni bunda tarixomiz gapdan gaplamayman. Vali bu odam ko'rib ko'z o'ngidagi bo'lgan voqeatni buni yolg'on deb yo boshqa bir narsalar bog'lamoq shu Aybatullo va shunga o'xshagan muborak javollarga katta haqorat, tavhin. Ya'ni agar sizda shu kuch-quvvat bor edi, shuncha adolat, agar aytasizki, mana har ro'z mana shu bilan daftarimda o'ltirib, mana qizil qalpoq bilan gaplashaman deysiz, o'sha Kobul bilim yurtida shuncha adolat bo'larday bo'lsa, sizlar shuni mediayi bo'lmasdan yig'ib terib olinglar-da. Shu Mulla Nadimni bir girtakini haqli, bir girtakini mantiqi bo'lsa aytaydiki, o'g'lim, azizim, shogirdim, muassilim, mendan savob bo'ldi, kechir shuni. Bir esosot bilan bo'ldi, men bilmaydim bu kuloni. Yo'qki, bular ziddan qiladi shu narsani. Bular bizni farhangimizni tonimaydi, tariximizni bilmaydi. Bular bizlarning millatimiz bilan bir daf'a emas, ming daf'a dushmanlik qilgan. Sonra siz bularning gapini yana kursiga qo'yib, bularni haq deb aytsangiz, yaxshi bir ish emas, ustodim muhtaram. Agar Abatulloni yuzini zahmiga, yuzini dardiga marham bo'lmasangiz, qalbini yorasiga tuz bosmang. Tashakkur, salomat.